qizlar bilasizlarmi, bilmadim nima uchun 3-4 oy oldin уже boshlangan bo'lsa, nima uchundir sochim to'kilishda boshladi-da. Sochimga hech qanaqa ухаживать qilmaganman, lekin yaxshi shampunlardan foydalanganman-da. Keyin o'zim juda ham qo'rqib ketdim. Bunaqa qilsam rosa to'kiladigan bo'lib qoldi-da. Unaqa soch to'kilmagan odam birdan bunaqa bo'lsa, rosa qo'rqib qolar ekan. Potom keyin izlanishni boshladim. Nima qilsam bo'ladi? Birinchi navbatda ratsionimni to'g'irladim, sog'lom uyqu, massajlar qila boshladim. Keyin men bu ampulani bitta koreys blogerda ko'rgandim. Chunki rosa zo'r o'ziflar kelgan deb aytib qo'ygandi-da. Keyin shu ampuladan izlashtirdim, ba'zir topdim. Bundan bitta bermasganda, bitta korobka berar ekan. Keyin shuni zakaz qildim. Qizlar haqiqatan ham ishlatishni boshladim. Men bu shampuni bilan hali buni gellarini ham olib kelaman. Chunki haqiqatan zo'r narsa ekan. O'sha mana kelganiga bizda 1 oy bo'ladi yaqinda anaqa qilayotganimga haqiqatan ham kamaydi. Plus vitaminlar ichishni boshladim, lekin rostdan ham sochim anaqasi kamaydi.